Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo Niso surasida quyidagicha marhamat qiladi. Astaizu billah. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innalloha kana ala kulli shay'in hasiba. Qachonki sizga bir salomlashish ila salom berilsa, undan ko'ra yaxshiroq alik oling yoki xuddi o'zidek javob bering. Albatta Alloh har bir narsaning hisobini oluvchidir. Imom Suyuti rahmatullohi alayh o'zlarining Tafsirul Jalolayn asarlarida yuqorida zikr qilingan oyatni tafsirida shunday deydilar. Agar sizga biron kishi assalomu alaykum deya salom bersa, unga va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh deya javob qaytaring. Yoki qanday salom bergan bo'lsa, shundayligicha javob qaytaring. Ana o'sha miqdor vojib miqdoridir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, musulmon kishining tanigan va tanimagan birodarlarga salom berishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, o'ziga berilgan salomga alik olishi esa Allohning amrini bajarishi bo'lib, har ikkalasi ham mo'min inson uchun savobli amallardan sanaladi.